Odamlar ham befarq bo'lib ketdi-da. Musurkachilar ham ko'rinmay qoldi. Kimlar? Musurkachilar-da. Mahallamiz ko'chalari axlat bo'lib yotibdi. Toza bo'larmidi deyman-da. Mahallamiz toza bo'lish uchun ularni kutish shartmi? Bu nima deganing? Ularni musurchi deyapsan. Lekin hozir qilgan ishing haqiqiy musurchining ishi emasmi? Ya'ni aslida biz musurchimiz. Ular esa tozalovchi. Tushundingmi? Demak, barcha muammo o'zimizda ekanda. Ekologiya ifloslanishi, ko'chalar axlat bo'lishi hammasiga o'zimiz sababchimiz. Shundaymi? Ha. Agar odam o'zidan boshlasa, mahalla ham, shahar ham toza bo'ladi. Tabiatni asraylik. Ekologiyani yaxshilash bizning burchimiz.